Xitoy Xalq Respublikasi raisining davlat boshqaruvi inson huquqlarini hurmat qilish va kafolatlashga to'g'risidagi hamda qashshoqlikdan xalos bo'lish kitoblari o'zbek tilida nashr etildi. Poytaxtimizda ularning taqdimotiga bag'ishlangan tadbir bo'lib o'tdi. Mazkur nashrlarning o'zbek tilidagi talqini har ikkala davlat uchun nafaqat ilm, ma'rifat almashish, balki davlatlararo muloqotni kengaytirish imkonini beradi. Xitoy Xalq Respublikasi raisining taqdimoti o'tkazilayotgan kitoblari o'zbekistonlik siyosatchilar hamda keng jamoatchilik tomonidan iliq kutib olindi. Ayniqsa muallifning inson huquqlarini hurmat qilish va kafolatlash to'g'risidagi kitobi Xitoyning inson huquqlarini himoya qilish masalalariga oid konseptual yondashuvlarni ochib bergan muhim manba sifatida e'tirof etilmoqda. Taqdimot davomida Xitoy Xalq Respublikasi raisining qashshoqlikdan xalos bo'lish nomli kitobi qizg'in muhokamalarga sabab bo'ldi. Mamlakat yetakchisining davlat boshqaruvidagi siyosati, qolaversa xalq manfaati yo'lidagi tashabbuslari O'zbekiston Respublikasi prezidenti olib borayotgan oqilona boshqaruv uslubi bilan hamohanglik kasb etayotgani ta'kidlandi. Xususan, xalq davlat organlariga emas, balki davlat organlari xalqqa xizmat qilishi kerak degan tamoyil O'zbekistondagi o'zgarishlar asosini tashkil etishini, bu Xitoy Xalq Respublikasi raisining markaziy o'ringa xalqni qo'yish zarur, xalqning yaxshi hayot uchun intilishlarini doimo ro'yobga chiqarish zarur degan fikriga o'xshash ekanligi qayd etildi. Xitoy Xalq Respublikasi raisi tomonidan mamlakatda amalga oshirilgan izchil islohotlar va ochiqlik siyosati natijasida oliy qadriyat hisoblanuvchi inson huquqlarini himoya qilish borasida muhim natijalarga erishilmoqda. O'zbekiston prezidentining ham tashabbuskor va konstruktiv siyosati tufayli qisqa muddat oralig'ida yaxshi qo'shnichilik, o'zaro ishonch va hurmat, bir-birining manfaatlarini hisobga olish tamoyillari asosida O'zbekistonning Markaziy Osiyodagi qo'shni mamlakatlar bilan faol va samarali muloqoti ravnaq topib bormoqda. O'zaro aloqalar shunga monand ravishda tobora rivojlanyapti. Jumladan inson huquqlarini himoya qilish borasida mustahkam poydevor yaratildi. Ushbu yo'nalishda ikki mamlakat liderlarining davlat boshqaruvidagi siyosati bir-biriga juda ham yaqin. Shu boisdan O'zbekiston tajribasi Xitoyda o'rganiladi. Xitoy xalq raisining ham ilg'or tashabbuslari respublikangizda o'rganilayotganligi bizni juda quvontiradi. Janob Si Szinpinning davlat boshqaruvi to'g'risida, inson huquqlarini hurmat qilish va kafolatlash to'g'risida hamda qashshoqlikdan xalos bo'lish nomli kitoblarining taqdimoti yuqori saviyada tashkil qilindi. Buning uchun mas'ullarga minnatdorchilik bildiraman. O'ylaymanki, mazkur kitoblar mamlakatlarimiz o'rtasida ilmiy ma'rifat almashish, davlatlararo muloqotni chuqurlashtirish hamda gumanitar hamkorlikni yangi bosqichga olib chiqishga xizmat qiladi. Tadbir davomida Xitoy elchixonasi tomonidan inson huquqlari uyiga qariyb 800 ta adabiyot beg'araz taqdim qilindi. Ushbu adabiyotlarning 350 tasi O'zbekiston Milliy kutubxonasi uchun ajratildi. Xitoy va O'zbekiston o'rtasidagi ko'prik sifatida bu kitoblar albatta yordamchi bo'ladi. Ayniqsa qashshoqlikdan chiqish adabiyoti, bunda hayotiy tajribalar, prezidentni aynan nutqlaridan olingan voqeliklar jamlangani ham juda bir qiziqarli deb bilaman. O'zbekistonda ham davlatimiz rahbari muhtaram prezidentimiz olib borayotgan siyosat ham albatta inson manfaatlari, inson qadr-qimmatiga qaratilganligini ko'rishimiz mumkin. Inson huquqlari hamma uchun muhimligini biz bugungi kunda ko'ryapmiz. Tadbir yakunida huquqiy muloqot va institutsional hamkorlikni rivojlantirish, inson huquqlarini himoya qilish milliy tizimlari samaradorligini oshirishga xizmat qilishi qayd etildi. Tomonlar mazkur yo'nalishdagi ishlarni yanada kengaytirish borasida kelishib olishdi.